Do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bu videoda shu Grand Mobile o'yinida yangi event keldi. Shu haqida gaplashib o'tamiz. Bu event o'tgangi eventlarga o'xshash, ya'ni oldingi eventlarda misol uchun Kiga mashinasiga o'ynalgan edi. Unda 4 yiqqandik. Endi bu safar boshqacha bo'ladi, lekin o'sha eventga o'xshash bo'lar ekan do'stlar. Va do'stlar, biz videoni boshladik. Ko'rib turganingizdek burchakda lotereya turibdi. O'sha yerga kiramiz va bu yerda o'rgatib o'tilgan hamma narsa, qanday sovg'alari bor, hammasi o'rgatib o'tilgan. Va do'stlar, ikkinchi bo'limga o'tsak, bu yerda avtomobilni ko'rishimiz mumkin, Volkswagenni. Va do'stlar, bu yerda Sovia aksiya deb turibdi. Bu yerda aytyaptiki, ya'ni shu savol-javoblar mana shu 3ta mana shu o'yinga, mana shu eventga bog'liq savol-javoblar do'stlar. Ya'ni birinchisida knopka uchastovac va aksiya, o'shanaqa knopka bor, o'shanga bossangiz do'stlar, ilovasi bor, ilovasiga kirasiz va registratsiyadan o'tkazgandan so'ng o'sha eventni boshlaysiz do'stlar. Ikkinchisida esa o'sha zadaniyalarni o'sha ilova orqali nima desa bo'ladi, ilova orqali amalga oshirasizlar. Uchinchisida o'sha masalan to'g'ri qilyapsizlarmi, noto'g'ri qilyapsizlarmi, o'shanaqa narsalarni tekshirib beradi do'stlar. Shunga bossalaringiz ilovasiga olib o'tadi va skachat qilib registratsiya qilasizlar do'stlar. Va bu yerda biz hozir keldik. Bu yerda mana turibdi, mana bu yerda shu yerga kelib turib, mana shu yerga kelsangiz yana shunaqa narsalar ko'rsatadi. Mana shu chiqarib beradi shu narsani. Hozir men bu yerda yulduzchani ko'rib qoldim. Shu yulduzchani oldiga kelasizlar, mana shu yulduzcha to'playsizlar xolos do'stlar. Shunaqa narsa bo'lar ekan xolos. Yulduzchani qachon to'playsizlar? Shu ilovasida registratsiyadan o'tganlaringizdan keyin yulduzcha to'plasanglar bo'ladi do'stlar. Bu yulduzcha ham menimcha paydadan kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Va men tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Agar tushungan bo'lsangiz va video yoqqan bo'lsa like bosinglar do'stlar. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugungi videomiz shu haqida edi do'stlar.